Sizlar bilan Pixjon va bugungi videomizda biz shunaqangi horror kartada o'ynaymiz. To'g'risi bu judayam qo'rqinchli bo'ladi. Sizlar like bosib turinglar. Qanunda biz videoni boshladik. Xo'p, qanunda biz boshladik. Avvalo bu o'yinni o'rganishdan boshlaymiz. Bu qattiq bir xonali uy. Derazalar ham muzlatilgan. Qanaqadir rechak, yo. Mana ovozi bu. Yo, obunachilar vasha qo'rqib ketyapman chima. Lekin qo'rqmaslik kerak. Video olyapmiz biz bu yerda. Mana uyga kirmaslik kerak. Bu kartada oldi o'ynab ko'rsatmani ko'rdim edi. Men bu kartada o'ynaganman. O'ta qo'rqinchli. To'g'risi vasha qo'rqasizlar bu kartada o'ynasanglarchi. Men botirman deganlaringdan qo'rqasizlar. Yo, bu kartani sizlar o'ynamabsizlarchi. Yuraginglar yorib yuboradi. Temirdan bo'lsa ham yuraginglar. Kirib ko'rsam ekana. Lekin u yerda anavi yaramas maxluq bor. O'tgan safar meni yuragimni tushirib qo'yganchi. Nima qilamiz endi? Lekin bilaman bu yerda aniq u bor. Mana u narsa nima qisildi, yuz qilib qo'yibdi. Hozir bu bizga 100 blok yaqinligimi yo'q? Reality. Bu yerga kirmasligimiz kerak. Mayli obunachilar, sizlar uchun kiraman. Lekin kirmasligim kerak edi. Sizlar obuna bo'linglar shu uchun iltimos endi vasha qo'rqasizlar. Qoch, qo'rqib ketdim. O'tgan safar yuragim tushib qolgan, shuning uchun qo'rqyapman jiyogalar. Bu kudog'mi? Chiqib bo'lmaydimi endi chiqsa bo'larkan. Mayli obunachilar uchun kiraman. Faqat sizlar uchun. Men shunday holda kiraman, lekin haqiqiy odam ko'rinishida kirmayman. Obuna bo'linglar shu uchun. O'tgan safar anavi maxluq chiqib mashinada yuragimni yorib. Tepaga chiqamiz. Nima bunda o'ynayapsizlar desanglar, to'g'risi men bunda o'ynamasam haqiqiy odamdek o'ynasam qo'rqib ketyapman to'g'risi. Mayli obunachilar. Endi sizlar uchun bu yerda qanaqadir holatda Makka poyalari, hop, borib ko'ramiz. Nima bu yo'l uzilgan? Endi nimaga bunday yuryapti?
Korkutma. Orqaga qaytamiz. Ishqilib orqaga qaytsa bo'larmikin keyin. Obunachilar sizlar uchun boraman shu yerga. Like bu 99 bo'lib qoldi. Mana bu narsa. Demak biz uni menimcha 100 ta belgisi bor, bizga 99 ta qol. Menimcha anu dala qo'riqchisi. Bu belgi. Yo bu shunchalik yaqildi. Что-то bu mayli borib ko'raylik. Qanaqadir eshikmi? Menimcha bu missiyani tugatish. Nima deyapti? Inglizchani tushunmasligimni bilmaysan. Nima buyuruyorum? Mayli ketdik bu yerdan surish kerak. Mana bu nima? Traktormi? Neydi? Qayerga berdi? Umuman ko'rmaganimchi, to'g'risi. Oh my god. Oh nice. U bizga ko'rinish bermayapti-chi. Hali buymi? O'sha bo'yga. Okey, endi shu yerga kirib ko'ramiz ahamiyatiga. Sababi sizlar. Buni bo'ylashlar uchun. Mana xonaga kirgandek boshqa xonalarga kirmagan ekanmiz. Xo'p, bu yerga kirib ko'ramiz. Va oxirgi qavatga ham chiqamiz. O'ylaganimda ana bu maxluq yo'q. O'zi bormadi meni. O'tgan safar o'ynaganimda qo'rqitib yuragimni tushirib yuborgandi. Endi yo'q. Mayli endi. Okey. Mayli obunachilar, video tamam. Ana u negr bizga ko'rinish bermadi, afsuski. Buning uchun ham uzr. Va video tamam. Video yoqqansa like bosing. Qanunda bu. Akkancha akalar, sizlar video tugamasidan oldin sizlarga bitta challenge o'tkazamiz. Challenge deyapman ekan. Sizlar menga challenge yozasizlar kommentariyada. Mana shu videoni ostiga yozsanglar ham bo'ladi fikrlariga. Qanaqa 3 ta challenge yozinglar. Eng ko'p so'ralgan challenge qilamiz Minecraftda. Xo'p, qanunda biz videoni tugatamiz. Like bosing, obuna bo'ling. Xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.